Tarixda bir boy odam masjid qurdirmoqchi bo'libdi. Bir katta ustani topib kelibdi-da, hozir tilda prorab deymiz buni. Shu men masjid qurdiraman. Birovdan bir so'm olmaysan. Boshidan oxirigacha o'zim g'ishigacha oxirgi tayyor bo'lgan holatgacha o'zim homiy bo'laman. Lekin birov hamma kelib turib men u beray, men bu beray deydi. Bir narsa olsang qara lekin deb shart qilibdi-da. Shu masjidni ko'targizibdi. Masjid bitib tayyor bo'lib tugagandan keyin o'sha kuni kechasi tush ko'rgan ekan. Tushida jannatdan bir go'zal bellur shu qasr oynalik juda chiroyli qasr turgan ekan. Rosa havas qilib bu kimga edi bu qasr desa, bu senga bo'ldi. Shu masjid qurganing uchun Alloh taolo mukofoti. Rosa havas qilib tursa, sal beriroqda yana bitta shunaqa qasr bor ekan. Bunisi kimniki desa, shu masjidda senga sherik bo'lgan odamniki debdi. Xudo debdi. Shu uyg'onibdi, jahli chiqib ketdi. Sal prorabni ushlab olib ketdi-da. Men senga hech kim sherik qilma deb aytdim-ki debdi. Qo'yarda qo'ymay, sizni o'rtaga qo'yib aralashdi-da, bo'lmasa biz ham olmasdik. Kim aralashdi desam, xotiningiz kelib ketdi. Bir obdasta berib ketdi. Mana shu tahoratxonaga qo'yib qo'y deb turib. Yo'q, men hech narsa ola olmayman desam, shu senga aytgan odamning ayoli bo'laman deb, siz o'zingizdan kelib qo'yarda qo'ymay shu obdastani olib kelib qo'yib qo'ydim. Boshqa birovdan bir narsa olmaganmiz debdi. Qarang, o'sha bir odam bitta masjidni agar pulga chaqib qurdiraman desa, necha million dollar pul ketadi. Lekin shu Xudo taoloning fazli keng ekan. O'sha tikka qilib tugatgan odamga ham va undan kam bo'lmagan bitta obdasta qo'yib bergan odamga ham shunday ajr mukofot beraverar ekan.